g'amlarga tabiiy bir inson bor bo'lmaydi topib. Bugun unga muhtojmiz bizlar. U Muhammad Allohga habib. Holimizni ko'rsalar edi, oramizda yursalar edi. Chora topilar har dardga shaksiz, Rasululloh bo'lsalar edi. Holimizni ko'rsalar edi, oramizda yursalar edi. Chora topilar har dardga shaksiz, Rasululloh bo'lsalar edi. Bomdoddan keyin quyosh bir nayza bo'yi ko'tarilganda nimachilar hozir ziyorat qilayotganimizda bu ayollar maktab ketasizlar, o'shanda oxirroqqa borib ichilajatdan Sunnatlarin bajarib suyib, yuzlariga yuzimiz qo'yib, quchoqlasak qaniydi